Voy, namuncha bu o'tlar o'sib ketdi. O'zi yaqinda olgan edim-u. Qaranglar, уже yana o'sib ketibdi. Obbo, yana boshqatdan olib chiqish kerak ekan endi buni. Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot, mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, mana bu o'tlarni qaranglar, o'sib ketganini. Uni o'zi yaqinda olgan edim deb bu o'tlarni boru. Уже ko'ryapsizlarmi qanaqa o'sib ketganini? Vashchi yoqmayapti shu o'tlar. Har doim shunaqa ovuraman. Mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda ham o'tlar bor. Har doim shunaqa olib chiqish kerak. Nu, mana shunaqa tursiz yaxshiroq bo'ldi. To'g'rimi? Qaranglar, tekkizgina bo'lib. Endi buni musorga tashlab kelish kerak. Hozir bir to'xtanglar, birinchi bo'lib eshigimni uxlab keta qolay. Tak, qancha yoki birinchi bo'lib qaychimni qo'yib ola qolay. Sandig'imga olib kelinglar qo'yamiz. Aytgancha, mana bu yerda menda ozgina musorlar bor edi-yu. Mana bu yerda butilkalar bor ekan, bo'sh tarelkalar, nu qancha kartochka, yo'q, hali sasib qolmagan, nonchi. Nu, non ham ozginasi mana bunaqa qilgan yaxshiroq. Tak, ana bo'ldi, endi ketdi bularni musorga tashlab kelamiz bolalar. Musor bunaqa uzoq emas. Mana shunaqa oldimizda mana shularni tashlasam, olib qancha tushunmadim. Boshlanishi yaxshi, lekin bolalar. Tushunmadim, buni kimdir nima musorga tashlab yuborganmi? Kapot, baribir buni kimdir musorga tashlab yuborgan. Salom qishloq, buni sen musorga tashlab yubordingmi? Yo'q, Kapot, qayerdan men buni musorga tashlab yuboraman? Meniki emas-ku bu. Saniki bo'lmasa, unda kimniki bu? Qara, qanaqadir qimmat mashinani musorga tashlab yuborgan kimdir. Vau, ajoyib mashina ekan, lekin kim tashlab yuborgan buni? Sen ko'rmadingmi buni kim tashlab yuborganini? Mana bu bitta baloni bor ekan, qo'yganlarida yo'q ekan lekin. Bilmasam, Kompot, men kecha qanaqadir qishloqni ko'rgan edim. Mana shunaqa hamma yog'i yonib turgan edi. U qayerqadir qochib ketdiki, mana shu musorlarni tashlab, zo'r chiroyli kiyimli kiyib olgan qishloq edi. Yo'q, shunaqa degan. Mayli, xo'p, lekin qayerdan bu kelib qoldi-ki? Men musorlar tashlashga kelgan edim o'zi. Olib kelinglar bularni qarang-chi, mana bu yerda qaranglar, bolalar, yana nimadir bor ekan. Kelinglar, mana bularni tashlab olamiz deb. Men birinchi marta musorda bunaqa narsalarni ko'rishim, lekin bolalar ko'ryapsizlarmi qanaqa narsalar bor ekan bu yoqda. Rang-barangli nimadir narsalar bu yoqda. Oho, namuncha tasavvurdi bu yoq. Mana bu yerda rang-barangli tuxummi? Bu nima bu? Mayli, xo'p, mana bu yerda yana bitta g'ildirak bor ekan bolalar, qaranglar. Yana to'xtanglar. Birinchi bo'lib mana bu yerda olaylik, qancha. Hop, qancha. Bolalar, qaranglar, mos tushdi. Hop, уже ikkita baloni bor. Keyin yana ikkitasi kerak. Mayli, xo'p, ularni ham topib olaman. Hop, lekin juda ham zo'r mashina. Buni kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin bolalar? Bunaqa qimmat mashinani kim tashlab ketgan? Men juda ham hayronman. Kelinglar, bitta qilicha olinglar, pautinalarni kesib tashlashga. Tak, ana bo'ldi. O'zi qaranglar, mana qanaqa narsa tushgan edi. Kelinglar, buni qo'yamiz. Salom, menga tegmaysan, to'g'rimi? Tegmaysan degan umiddaman. Meni uyimga ham tegmagin, faqat iltimos uyimga tegmaysan, to'g'rimi? Tegmaysan degan umiddaman. Qaranglar, bo'ldi, qanday chiroyli mana bunaqa golim paydo bo'lib qoldi. Rang-barangli, juda ham chiroyli ekan, ko'rasizlarmi? Mayli, xo'p, bolalar, ketdik. Hozir mana bu yerda men pautinani olib tashlaymiz dedi. Tak, ana bo'ldi. Bolalar, qaranglar, vashchi chiroyli, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda nimalar bor yana? Mana bu yerda bunaqa divan bor ekan, butilkalar bor. Vau, bolalar, qayerdan bu paydo bo'lib qolgan bu yoqda? Men balonlar topib olavermankin. Men mashinaga nima deb o'ylaysizlar? Ant aytgancha yana ikkita bakan bor edi, balki o'shadan topib olardirman. Hop, qancha mana bu yerda bunaqa lucky block bor ekan, bolalar, qaranglar, rang-barangli. Sizlar bilasizlarmi bu qanaqa qimmat narsaligini? Juda ham zo'r narsalar tushadi buni ichida. Mayli, xo'p, keyinroq ocharman. Unda buni anti narsalarni olib birinchi bo'lib. To'xtanglar bolalar, men echkini qaranglar qanaqa turganini. Hop, mayli, lekin juda ham zo'r lucky block bu, rang-barangli. Hop, mana bu yerda yana ikkita bakan bor ekan. Bu yoqda nimalar bor qanichi? Bu yoqda hech nima yo'q ekan. Qopqon bor ekan, menga kerak emas, qo'yib qo'ya qolaman. Hop, mana bu yerda bolalar, qaranglar, mana bu yerda yana lucky block bor ekan, rang-barangli, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda yana bitta balon bor ekan. Tak, kelinglar, buni ham taqib olamiz edi. Tak, mana buni taqib olamiz. Vau, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Bu ham mos tushdi, juda ham zo'r. Yana bitta mana bunaqa lucky block tushdi. Bolalar, qaranglar, kelinglar, buni mana mamtroga qo'yib qo'yamiz. Musorchiga olib ketib qolmasin buni tag'am. Musorchiga olib ketib qolsa, lekin yomon bo'ladi bolalar, to'g'rimi? Hop, mayli. Lekin qayerdan paydo bo'lib qolgan bu mashina? Kim buni tashlab ketgan musorga? Eshiklari ham yopilar ekan, bolalar, qaranglar, juda ham chiroyli mashina. Vashchi qimmat tursa kerak menimcha bunaqalar. Men hozir vashchi birinchi marta ko'rishim bunaqa mashinani. Mana bu yerga lekin bitta balon kerak-da yana. Bu yoqda esa boshqa balonlar qolmadi, to'g'rimi? Faqat shu balon lekin. Mana bu yerda yana rang-barangli nimadir bor ekan, bolalar, qaranglar. Hop, mana bu yerda yana nima bu? Mayli, hop, hozir ko'ramiz. Boshqa qiziq narsa yo'q, hammasi musor. Mana bu yerda yana bunaqa rang-barangli nima bu? Nakavalnyami
nima bu bolalar? Men bu Lucky Blocklarga o'xshagan qanicha? Rang-barangli chiroyli narsa ekan bolalar qaranglar. Men bu Lucky Blockga o'xshagan, men bu mashinaga ham o'xshagan, mashina ham shunaqa rang-barang. Ajoyib narsalar qayerdan paydo bo'lib qolgan bu narsalar? Qanicha men bitta bu qilichimni otini o'zgartirib qo'ya olmaymanmi? Qanicha kelinglar, nima kompot deb yozib qo'yamiz qanicha? Yo'q bolalar, uning uchun menga kreativ kerak ekan. Opit kerak mayli. Xo'p, men bitta bolalar qaranglar, bunaqa chiroyli maska bor ekan. Kelinglar buni olib olamiz. Namuncha sekin bo'lmasa bu. Bolalar, tak. Bolalar bo'ldi. Men buni olib bo'ldim. Kelinglar buni bitta kiyib ko'ramiz. Qanicha? Bolalar juda ham chiroyli ekan. Qaranglar. Mayli, men videoni oxirigacha shuni taqib olib yuraman unda. Men yana nimalar bor ekan? Bu yerda hech nima qolmagan, to'g'rimi? Bu yerda hech nima yo'q, bu yerda ham hech nima yo'q, bu yerda ham. Menga yana bitta qildirak kerak mashinaga. Qayerdan olsam bo'larkin? Bolalar, men rosa qaydayim kelyapti. Yana bitta balon topib olsam, o'zimga olib qolardim yoki sotib yuborarmidim. Menimcha men bilaman, mana bitta balonni qayerdan olsa bo'ladi. Golemdan olamiz. Mayli, xo'p, hazillashdi. Men qishloqda bo'lish kerak edi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qishloqqa men kirsam bo'ladimi? Hop, qishloqqa sen esingdanmi? Antdan sen mashina topib olganding. O'sha yerdan mabodo balon olmaganmiding? Yo'q, kompot, men lekin hech qanaqa balon olmagandim. Senga kerakmi? Menga bitta balon kerak edi, boru senda yo'qmi? Bilmasam, kompot, menimcha menda bitta bo'lish kerak edi. O'zim mashinamni sotib olganimga ancha bo'ldi. Hop, qanicha? Kompot, mana bor ekan menda, mana senga. Rahmat kattakon qishloq, agar mana shu mos tushsa, lekin juda ham zo'r bo'lardi. Kompot, menga so'rib bermaysanmi? Hozir esimdan chiqib qopti, bunga yetgancha izmurud berish kerak-ku. Mayli, xo'p, kelinglar. Tak, bundoq qilamiz. Davayt, mana 8 izmurud beramiz. Endi men mashinani sotib olsam, cho'tki pul kerak-ku menga, to'g'rimi? Men 8 ta beraveramiz. Mana qishloqqa senga izmurudlar. Rahmat balonga. Kompot, bitta balonga men shuncha izmurud vashcha ko'p-ku. Mayli, hech nima qilmaydi qishloq. Senga mana shu izmurudlar. Bolalar, men bitta balon ham topib oldim. Endi bu mos tushsa juda ham zo'r bo'lardi-da. Qanicha kelinglar, buni bitta taqib ko'ramiz. Tak, kelinglar. Bolalar, ana bo'ldi, tushdi, lekin qaranglar, ajoyib ko'ryapti-ya. Bittasi qora, bittasi oq, bittasi qora, bittasi oq. Vashchi zo'r, lekin bolalar qaranglar, shunaqa zo'r balonlarda. Menga yo'qyapti, lekin ko'ryapsizlarmi qanaqa zo'rligini buni? Ishkeninglar, endi bitta o'tirib ko'ramizda, haydashga harakat qilib ko'ramiz. Salonlari ham chiroyli ekan. Qanicha kelinglar, endi buni bitta qilib ko'rish kerak. Bola, to'xtanglar, men eshitib tura qolinglar, keyin taqib olaman. Chiroyliligini qaranglar, bu mashinani juda ham zo'r ekan. Bolalar, unda sizlar haydashga tayyormisizlar? Kelinglar, davat qilamiz-da buni. Tak, davat bo'ldi. Endi sekin haydab ko'ramiz buni. Bolalar, kelinglar. Bolalar, bu lekin mana shu tezga o'xshatdi. Qanicha endi ketdi. Bolalar, buni tezligini qaranglar. Juda ham tez ekan, lekin bu qaranglar. Mayli, ketdi. Tak, juda ham tez balon ekan. Mashina ekan, lekin. Kelinglar, ehtiyot bo'lamiz. Hech qayerga urilish kerak emas. Ko'rasizlarmi, baloningizlarni ham qoldiryapti. Juda ham tez mashina ekan, lekin ehtiyot bo'lib haydash kerak ekan. Menga rosa yoqyapti. Sotam, menimcha qimmat pullar ketsa kerak-a bolalar. Ketdi. Ehtiyot bo'lamiz. Tushunmadim bolalar, men nima qildim? Bolalar, men shunaqa qimmat mashinani buzib yubordim-ku. Yo'q bolalar, men shunaqa zo'r qimmat mashinani urib buzib yubordim-ku. Kelinglar, men buni o'chirish kerak. Bolalar, men nima deyishni bilmayapman. Men bu mashinani o'zimga olib qolmoqchi edim yoki sotib olmoqchi edim. Bolalar, qanaqa bunaqa qildim-a? Vashchi hech nima qolmadi bu mashinadan. Lekin yo'q, to'xtanglar, men qaranglar, men bunaqa motori qolibdi menda. Bu motorni ham menimcha qimmatga sotib olsa bo'ladi. Mayli, bekor bo'ldi deydi, lekin kelinglar, endi men Lucky Block ochib ko'ramiz, balki yaxshi narsa tushar. Bolalar, qaranglar, rang-barangli mana bunaqa gulli tushdi. Mana shu gullarni men unda uyimni oldiga ekib qo'yaman. Uyimni oldiga ekib qo'yaman. Men bunaqa g'alati anaqa o'tli emasdi, mana shunaqa gulli ekib qo'yaman. Xo'p, mayli. Ikkinchidan nima tushar ekan? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Kelinglar, buni ham bitta ochib ko'ramiz. Qanicha? Tushunmadim. Zombi, sen nima qilyapsan bu yerda? Qanicha zombi, bu yoqqa kelsan, nima qilyapsan bu yerda? Bu yoqqa kelding? Bu yoqqa men senga ko'rsatib qo'yaman. Bolalar, kelinglar, mana shunaqa qilib, tak, davay. Qayoqqa nima qilyapsan? O'zi menimcha yaxshiga o'xshayapti, lekin katta zombi-yu bu da, to'g'rimi? Zombi kerak emas bizga, buni o'ldirib yuborish kerak. Tak, ana bo'ldi bolalar, tayyor, o'ldirib yubordim. Oson bo'ldi lekin. Salom, kompot, yaxshimisan?
nima rang-barangli qishloq qilsam bu yerda nima qolsa yoki to'xta rang-barangli mashina, rang-barangli Lucky Block sen bilan musorga tashlavormiding? Ha, kapot bo'ladi. Men musorga tashlavorgan edim. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zing qalaysan? Sen ovozing ham o'zgarib ketibdi. Nechun bunaqa yo'lib ketding? Ha, kapot, men ham shu ishlarim bilan yurgan edim. Kapot, meni mashinadan motor olish esimdan chiqib qolibdi. Mashinamni ko'rmadingmi? Nima mashinamni ko'rmadingmi deysanmi? To'g'risini aytsam, bilmasam mashinani mayli qishloqqa xayr keyinroq ko'risharmiz. Voy bola mashinasini so'rayaptimi? Motorni, to'xtaydi aytgach motor menda qolgan edi-yu. Qishloqqa motor mana men olgandim motorni mana o'sha. Kapot mashinam qayoqda ko'rmadingmi? Mashinani menimcha musorcha olib ketdi, ha, musorcha olib ketib qoldi. Ha, mayli, hech nima qilmaydi. Men o'zim yangi sotib olaman. Kapot, bir kun ko'rishmaymizmi? Ha, rostdan ham bolalar mana rang-barangli qishloq bilan bir kun ko'rishmaymizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Anchadan beri o'z ko'rishmayapmiz, boru birga video olamiz. Nima deysizlar? Olaylikmi birga video? Kapot, men Lucky Block'larimni ko'rmadingmi? Lucky Block'laringni ko'rdim. Hozir olib kelib beraman. Xayr, hozir olib kelib beraman. Voy bolalar, mayli qo'p, men tezroq bu yerdan surib qolmasam yomon bo'ladi. Bolalar, bugun ko'rishingiz mumkin. Men zo'r mashina topgan edim, lekin o'sha srazu mashinani ham yo'q ko'rdim. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.